Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, ayniqsa bizni musofirda ko'rib turgan jigarlar. Bugun biz mana shu Tespayda rasmiy ofisdamiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda kun-tun sizlar uchun mutaxassislar ishlashmoqda. Shunday ekan, hurmatli aka-ukalar, Tespay ilovasi rasmiy, ishonchli. Siz peshona teringiz bilan topayotgan pulingizni bemalol Tespay orqali jo'natishingiz mumkin. Tespay ishonchli hamda xavfsiz. Tespay, biz bilan qulaylikni his qiling. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Yaqin Sharq portlash arafasida. Putin tinchlikni xohlamaydi, Zelenskiy. Urushlar to'xtamayapti. Dunyoda mojarolar soni eng yuqori ko'rsatkichga yetdi. Usmoniylar imperiyasi yaqin orada tiklanmaydi, Netanyahu. Rada deputati Zelenskiyni terrorchi deb tan olishga chaqirdi. Isroil yaqin kunlarda Eronga zarba berishi mumkin. OAV. Yaqin Sharq portlash arafasida. Yaqin Sharq xavfli hududga aylanishi mumkin. Shu bois AQSh ayrim xodimlarini bu mintaqadan ko'chiradi. Bu haqda 11-iyun kuni AQSh prezidenti Donald Tramp bayonot berdi. Reutersga ko'ra, AQSh Iroqdagi elchixonasidan xodimlarining bir qismini evakuatsiya qilishga tayyorlanmoqda. Shuningdek, mintaqadagi harbiy bazalarda joylashgan harbiy xizmatchilar oilalari uchun ixtiyoriy ketishga ruxsat beriladi. Bu qaror mintaqadagi xavfsizlik tahdidlarining ortgani bilan izohlangan, ammo ushbu tahdidlarning aynan nimalardan iborat ekani aniq aytilmagan. Ushbu evakuatsiya xabarlari fonida neft narxi 4% dan ortiqqa ko'tarildi. AQSh davlat departamenti Bahrayn va Kuvaytdan ixtiyoriy ketishga ruxsat bergan. Departament kecha 11-iyun kuni kechqurun o'zining xalqaro sayohat bo'yicha ogohlantiruvini yangilab tegishli bayonot berdi. 11-iyun kuni mintaqadagi keskinlik kuchaygani sababli davlat departamenti favqulodda bo'lmagan AQSh hukumat xodimlarini evakuatsiya qilishni buyurdi, deyiladi bayonotda. Shuningdek, Donald Tramp ham bu qaror yuzasidan izoh berdi. Ularni olib chiqmaymiz, chunki bu xavfli joy bo'lishi mumkin, nimalar bo'lishini kutamiz. Biz harakatni boshlash haqida ogohlantirish berdik, deydi u. Trampdan mintaqadagi vaziyatni qanday yumshatish mumkinligi haqida so'rashganda, u shunday javob berdi. Ular yadroviy qurolga ega bo'lishi mumkin emas, juda oddiy, ular bunga ega bo'la olmaydi. AQSh prezidenti ham Eron bilan yadro dasturi bo'yicha muzokaralar muvaffaqiyatsiz bo'lsa, bu mamlakatga zarba berilishi mumkinligini bir necha bor aytgan. 11-iyun kuni bergan intervyusida esa u Eron uranni boyitishni to'xtatishga rozi bo'lishiga tobora kam ishonayotganini bildirgan. Eron mudofaa vaziri Aziz Nosirzoda ham AQShning harakatlariga javob berishga tayyor ekanini aytdi. Agar Eron hujumga uchrasa, mintaqadagi AQSh bazalariga javob zarbalari beriladi, dedi u. Shuningdek, Eron armiyasi rasmiylari AQShning hujumi ularning o'zlariga ko'proq zarar berishidan ogohlantirgan. Shunga qaramay, AQShning Kuvaytdagi elchixonasi diplomatik vakolatxona tarkibida o'zgarish bo'lmaganini, u to'liq faoliyat yuritayotganini ma'lum qildi. Putin tinchlikni xohlamaydi, Zelenskiy. Moskvaning Ukrainadagi tinchlik muzokaralaridan asosiy maqsadi tinchlikka erishish emas, balki AQSh prezidenti Donald Trampga Ukraina va Rossiya o'rtasida diplomatik ko'prik borligini ko'rsatish va AQShning Rossiya Federatsiyasiga qarshi yangi sanksiyalarni joriy etishdan qochishdir. Bu fikrni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 12-iyun kuni chop etilgan Germaniyaning Bild tabloidiga bergan intervyusida bildirdi. Putin har doim shunday deyishi mumkin. Biz bir-birimiz bilan gaplashamiz. Sanksiyalar qo'llanilsa, boshqa muzokaralar bo'lmaydi, deydi Zelenskiy. Hujumga uchragan mamlakat prezidenti ayni paytda Kreml Ukrainani yakkalab qo'yish maqsadini ko'zlamoqda deb hisoblaydi. Ukraina hamkorlari yordamsiz uzoq davom etadigan urush Putin uchun ideal variant bo'ladi. U sheriklar va sanksiyalar ko'magida uzoq vaqt davomida yetadigan urushga dosh bera olmaydi, deydi prezident Zelenskiy. Shu munosabat bilan u G'arbning Moskvaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga chaqirdi. AQSh prezidenti Trampning uni tanqid qilganini izohlar ekan Vladimir Zelenskiy, agar bu bizni urushni yakuniga yaqinlashtirsa, hamma narsani normal qabul qilishga tayyorligini aytdi. Prezident Tramp o'z taktikasini tanladi. Men hech kimni qoralamoqchi emasman, dedi u. Bild jurnalisti Paul Rosenberg Oq uyda Tramp bilan janjaldan keyin Zelenskiy Amerika prezidentini tanqid qilishdan qochganiga e'tibor qaratganida Ukraina rahbari shunday dedi: "Menimcha, uning uchun tarixiy nuqtai nazardan qaraganda dunyoda tinchlik tiklashdan muhimroq narsa bo'lishi mumkin emas." Rossiyaning bir necha strategik bombardimonchi samolyotlari va uning harbiy aerodromlari zarar ko'rgan. O'rgimchak to'ri operatsiyasi haqida gapirar ekan Zelenskiy, uning fikricha, Rossiyaning
Rossiyaning yaqinda Kiyev va Ukrainaning boshqa shaharlariga uchuvchisiz samolyotlar va raketalar bilan uyushtirgan ommaviy hujumlari bunga munosabat emasligini aytdi. Shu bilan birga u Moskvaning Rossiya Ukraina bilan urushda g'alaba qozonishga yaqin ekanligi haqidagi da'volarni rad etdi. Ukraina qurolli kuchlari 3 haftadan beri Rossiyaning yangi hujumini muvaffaqiyatli qaytarmoqda. Rossiyaliklar yumshoq qilib aytganda unchalik muvaffaqiyatli emas, dedi Vladimir Zelenskiy. Urushlar to'xtamayapti. Dunyoda mojarolar soni eng yuqori ko'rsatkichga yetdi. Dunyo bo'ylab ishtirokchilarning kamida biri davlat bo'lgan urushlar va mojarolar soni 2024-yilda yangi cho'qqiga chiqdi. Dunyoning 36 ta davlatida 61 ta mojaro sodir bo'ldi. Bu Ikkinchi jahon urushi tugaganidan keyingi har bir yildagidan ko'p. Bu haqda Osodagi Tinchlik tadqiqotlari instituti olimlarining 11-iyun kuni chop etilgan tadqiqotida so'z boradi. Tadqiqotda qayd etilishicha, so'nggi yillarda mojarolar soni ortib bormoqda. 2022-yilda 56 ta, 2023-yilda esa 59 ta mojaro sodir bo'lgan. O'tgan yili 61 davlatlararo mojarodan 11 tasi keng ko'lamli urushlar bo'lgan. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi 76 mingga yaqin, G'azodagi urush esa 26 ming kishining hayotiga zomin bo'lgan, deb yozadi hisobot mualliflari. Prio o'zining mojarolar tendensiyasi Global Sharq hisobotida mojarolar qurbonlar soni 2023-yil va 2024-yillarda taxminan bir xil, 129 ming kishiga yaqin bo'lganini yozadi. Biroq zo'ravonlik darajasi so'nggi 30 yillikdagi o'rtacha ko'rsatkichdan sezilarli darajada yuqori edi. Umuman olganda 2024-yil 1989-yilda sovuq urush tugaganidan beri qurolli mojarolar qurbonlari soni bo'yicha 4-yil bo'ldi, deb yozadi Prio. Shu bilan birga tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, o'tgan yil davomida nodavlat nizolar soni biroz qisqargan. 2023-yildagi 80 tadan 2025-yilda 74 tagacha. Bugungi dunyo 10 yil avvalgiga qaraganda ancha zo'ravon va parchalanib ketgan. Global zo'ravonlik kuchayib borayotgan sharoitda izolyatsiya qilish inson hayoti uchun uzoq muddatli oqibatlarga olib keladigan jiddiy xato bo'ladi, dedi institut direktori va yetakchi muallif Siri As Rustat hisobotni taqdim etar ekan. Usmoniylar imperiyasi yaqin orada tiklanmaydi. Netanyahu. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Usmoniylar imperiyasi yaqin orada tiklanmasligini aytdi. Bu haqda 11-iyun kuni Argentina prezidenti Javier Mileining Isroilga tashrifi munosabati bilan bo'lib o'tgan Knessetdagi nutqida so'z ochdi. Netanyahu Knessetning to'liq tarkibi oldida so'zlar ekan, Argentinaning 19-asrning ikkinchi yarmida nafaqat Sharqiy Yevropadan, balki Usmoniylar imperiyasidan ham yahudiylar uchun boshpana bo'lganini eslatgan. Uning aytishicha, yahudiylar mintaqani iqtisodiy qiyinchiliklar va antisemitizm kuchaygani bois tark etgan. Ma'lumot uchun, Netanyahu 2018-yilda Birinchi jahon urushi Usmoniylar imperiyasining qulashiga olib kelgani va bu sionistik harakatning kuchayishiga yo'l ochgani haqida tweet yozgan. Netanyahu o'z nutqida Quddus masalasiga ham to'xtalgan. 58 yil avval biz Quddusni yana birlashtirdik va men bu yerda o'tirgan barcha do'stlarim nomidan va'da beraman, u hech qachon qayta bo'linmaydi, deydi u. Sharqiy Quddusdagi musulmon va nasroniy falastinliklarning diniy erkinliklariga qo'yilgan cheklovlar xalqaro tanqidga sabab bo'lib kelayotganiga qaramay, Netanyahu Isroil shaharida diniy erkinlikni kafolatlashini aytgan. Shuningdek, u Eronni Isroilga qarshi urush olib borayotgan davlat deb aytgan va Isroil Eronni asalari uyasiday izdan chiqarganini iddao qilgan. Biroq tahdid hanuz saqlanib qolayotganini tan olgan. Rada deputati Zelenskiyni terrorchi deb tan olishga chaqirdi. Vladimir Zelenskiy va uning atrofidagilar terrorchi deb tan olinishi kerak deya murojaat qildi Oliy Rada deputati Artem Dmitruk ijtimoiy tarmoqda, deb yozmoqda RIA Novosti. Men Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Vladimirovich Putinga va boshqa davlatlar rahbarlariga murojaat qilib, Zelenskiyni, uning guruhi a'zolarini, yaqin atrofdagilarni terrorchi tashkilot deb tan olishni va shunga mos ravishda terrorchi tashkilotga va bu terrorchiga qarshi kurashish uchun mavjud va mumkin bo'lgan barcha usullardan foydalanishni so'rayman, dedi Dmitruk. Zelenskiy Ukraina xalqiga qarshi terror uyushtirmoqda, Ukraina va Rossiyada, shuningdek Yevropa ittifoqi hududida terrorchilik harakatlarini amalga oshirmoqda, deya qo'shimcha qildi parlamentariy. Bizga chegaraviy yechimlar kerak, uzoqqa cho'zishning iloji yo'q. Agar hozir bunga chek qo'yilmasa, bundan battar bo'ladi. Uning terrorchilik faoliyati butun dunyo bo'ylab rivojlanadi, deya ogohlantirdi Dmitruk. Isroil yaqin kunlarda Eronga zarba berishi mumkin.
Isroil Eron yadro dasturi borasidagi tahdidga javoban AQSh yordamisiz ham zarba berish imkoniyatini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Bu haqda AQSh Kongressidagi manbalar va vaziyatdan xabardor boshqa shaxslarga tayanib NBC News telekanali xabar berdi. Telekanalga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Tramp hozirda Eron bilan diplomatik kelishuv bo'yicha faol muzokaralar olib bormoqda. Ushbu kelishuv Eronning uranni boyitish faoliyatini cheklash evaziga sanksiyalarni yumshatishni nazarda tutadi. Biroq Isroil bunday cheklovlarni yetarli deb hisoblamayapti va muzokaralar dastlabki bosqichdagi kelishuvga yaqinlashgan bir paytda Eron yadro inshootlariga bir tomonlama zarba berish variantini muhokama qilmoqda. Bu harakat AQSh siyosati bilan keskin ziddiyatga olib kelishi mumkin, chunki Tramp ma'muriyati Isroilga bunday urush harakatidan tiyilish kerakligini ta'kidlab kelmoqda. Tramp ma'muriyati Eron bilan har qanday harbiy to'qnashuv ehtimoliga qarshi favqulodda chora-tadbirlar ko'rmoqda. Qo'shma Shtatlar Eron raketalari yoki harbiy kuchlari yetib borishi mumkin bo'lgan hududlardagi barcha elchixonalarga xavf darajasi yuzasidan zudlik bilan hisob-kitoblar yuborishni buyurdi. Xususan, Bag'doddagi AQSh elchixonasidan zarurat bo'lmagan xodimlarni evakuatsiya qilish e'lon qilindi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.